Assalomu alaykum Amirbek kanali obunachilari. Mana bugun sizlar uchun Jack Sunray'ni furgon va yo'lovchi tashishga mo'ljallangan variantlarni olib qo'yganmiz. Ushbu mashinalarimizni naqd, avtokredit va halol nasi, ya'ni rassrochka tizimida xarid qilsangiz bo'ladi. Ushbu mashinalarimiz 100 kilometrga atiga 12-13 ta rasxod qiladi. Mana bu yuk varianti hisoblanadi. Balandligi 1.80, uzunligi salkam 4 metr bo'ladi. Bunisi esa 16 kishiga mo'ljallangan varianti bo'ladi. Bu mashinalarimiz 2 lik turbina motor bilan jihozlangan, metan, propan muammosiz tushadi shu mashinalarimizga. Mana qo'shimcha qilib, mana bu mashinalarimizda elektronlik parok va monitor, hamma qulayliklar bilan jihozlangan hisoblanadi. Har bitta yo'lovchi uchun alohida USB port va sovutish tizimlari bilan jihozlangan, yo'lovchilarni maksimal o'ylangan qulayliklar yaratilgan bo'ladi bu mashinalarga. Haydovchi uchun ham mana qulaylik, multi rul, monitor, orqa kameralar, klimat kontrol hammasi bilan to'liq jihozlangan bo'ladi. Ushbu mashinalarimizni Toshkent Motors avtosalonidan bir kunda xarid qilsangiz bo'ladi. Ya'ni naqd bo'lsa 2 soat, agar rassrochka yoki kredit bo'ladigan bo'lsa 4-5 soatda ishingiz hal bo'ladi. Biz sizni Toshkent Motors avtosalonida kutamiz. Qo'shimcha savollar bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin.